أهلا وسهلا يا رمضان. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه فتحت فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين لله فيه ليلة خير من 1000 شهر من حرم خيرها فقد حرم. رواه أحمد والنسائي. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda aytadilarki, sizlarga Ramazon muborak oy keldi. Alloh taolo sizlarga unda roza tutishni farz qildi. U oyda osmon eshiklari ochilib, jahannam eshiklari yopiladi va shayton va jinlarning kattalari, boshliqlari hammalari kishanband qilinadi. Bu kechada Alloh taoloning bir kechasi borki, u 1000 oydan yaxshidir. Kim bu yaxshiliklardan mahrum bo'ladigan bo'lsa, batahqiq ko'p yaxshiliklardan mahrum bo'libdi deb marhamat qilyaptilar. Rasululloh aytayaptilarki, Ramazon keldi. Ya'ni amallar, solih amallar ko'payib, unda ko'p amallar qilinadigan va har bir amal 700 barobarigacha ko'paytirib beriladigan oy keldi. Alloh azza va jalla sizlarga mana bu oyning ro'zasini farz qildi, ya'ni vojib qildi. Va bu oyda osmon eshiklari ochiladi, duolar qabul bo'ladi, amallar osmonga ko'tariladi. Va jahannam eshiklari yopiladi. Shaytonlarning kattalari, jinlarning kattalari kishanband qilib hibslanishini Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytayaptilar. Va bu kechada bir kecha borki, 1000 oydan yaxshi. U albatta Laylatul Qadr kechasidir. Kim mana shu kechada turmasdan, mana shu kechada qoyim bo'lmasdan uning yaxshiliklaridan mahrum bo'lsa, batahqiq yaxshiliklarning ko'pidan mahrum bo'libdi deyaptilar.